Bugun oppoq qor yog'di. Zarina ko'chani aylanishga, qor bilan o'ynashga chiqdi. U tabiatni kuzatdi. Qushchalarni ko'rdi. Ular bilan o'ynadi. Ularga juda ham sovuqda rahmi keldi va bo'yinbog'i bilan qushchani isitmoqchi bo'ldi. Zarina juda ham mehribon qiz. U qushchalarga in yasay boshladi. Inini juda ham chiroyli qilib yasadi. Ana endi qushchalar sovqatmaydi. Zarina juda ham xursand bo'lib ketdi. O'zining qilgan ishidan mamnun bo'ldi. Qushchalar ham juda ham quvonishdi va Zarinaga sayrab berishdi. Zarina ularning mayin ovozini eshitib, o'zidan xursand bo'lib ketdi. Mazza qilib tabiatni kuzatib, toza havodan nafas oldi.